Hurmatli obunachilar, bugungi omadli va baxtli bizning xaridorimizning ismi Ma'rufjon aka hisoblanadi. Hozir o'zini yuragidan chiqqan bir fikrlari bilan o'rtoqlashadi. Xush kelibsiz. Avvalo, mana Kia mashinasini sotib oldingiz. Qulluq bo'lsin mashina. Qulluq. Yaxshi kunlarga qadar o'zingiz fikrlaringizni bildirsangiz. Endi mana Kia saloniga keldik. Xudo xolasa yaxshi mana qizlarimiz, bolalarimiz mana shu yaxshi xizmat qilib, e'tiborli qilib, mana shu kelin-ketin qilib, mana shu bizga mana Kia mashinasini taqdim qildi. Xudoga shukr, rahmat. Mana shunchalik e'tibor berib, manaqa kelin-ketin qilib, chiroyli e'tibor, mehmondorchilik qildik ancha. Kia mashinasini xarid qilishda qiyinchiliklarga duch kelmadingiz? Yo'q, necha soatda sizga tayyorlab berishni boshladi? Hozir mana keldim, 1 soat ketgan yo'q mana. Bir 20 minutcha hisobda o'sha tayyor qilib berishdi. Mana kastirlar ham tayyor edi ekan, o'sha 20 minutda bizga tayyor qilib dokumentlarimizni berdi. Mana dokumentlarimiz mana shu. Qaysi jihatlari sizga yoqdi? Avtomobilda birinchi jihatda masalan o'sha yoqilg'isi, doimiy ishlaydigan narsa, yoqilg'isi mana xipchanligi, mana hozir ko'chalarda mana mashina ko'p, tirbandlik ham ko'p-ku. Ashni hisobiga hozir iloji boricha xipchan mashinada yaxshi bo'ladi. Bir yerlardan biz endi katta odam burish ham juda qiynalib qolamiz. Bu o'sha manevrlari ham o'ta yaxshi ekanda buni. Yana bundan keyingi xaridorlarga ham tavsiya qilasizmi Sanet modelini? Endi kimki mana niyat qilib shu avtomobil olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, men o'sha meni maslahatim shu Kia Sanetini mana olishni men tavsiya beraman. Yaxshi kunlarga haydang. Xo'p, rahmat.